Қазақша qisqa epizodni ko'rgandan keyin o'ylaganlarim. Abdore Kasini. Bir qancha kundan buyon qozoq qarindoshlarimiz ishlagan bir epizod ijtimoiy taratqularda keng tarqalib, zo'r g'ulg'ul paydo qildi. Epizod Xitoy yigiti bilan uylanmoqchi bo'lgan qozoq qizining ota-onasi bilan bo'lgan dialogi asos qilingan. Dialogda Xitoy yigiti bilan to'y qilmoqchi bo'lgan qizini qozoq xalqining ar-nomusiga qilingan haqorat deb ayıplagan qizning ota-onasining Xitoy yigitining o'zlariga yep-yangi mashina sovg'a qilganligini ko'rgandan keyin qandaq o'zgarganligi. Manfaat va kuch-qudrat oldida qozoq xalqining ar-nomusi va qimmat qarashlarini, shundaqla hayot ma'nosini qandaq yo'qotganligi nihoyatda yaxshi ifodalab berilgan edi. Bu epizod mohiyatda butun dunyoning kuch va manfaat oldida insoniy qimmat qarashlarini qandaq dastlab chaylayotganligini nihoyatda yaxshi ifodalab bergan bir epizod edi. Biz kuch va manfaat oldida urug' tuqqandarchilik, hatto Qur'oni Karimmo bir chetga qayrib qo'yilayotgan bir jamiyatda yashayapmiz. Dünya qimmat qarshi yoki g'arb qimmat qarshi deganlar cho'ldagi vilvilga o'xshaydi. Vilildaydi, ammo siz yaqinlashgan sari yana uzoqlashib ketadi. Aslida dunyoda yo'l yo'q edi. Kishilar mangan sari yo'l paydo bo'lgan deydi Lushin apandi. Shundoq. Aslida dunyoda terror degan bir narsa mavjud emas edi. Ammo millatlarning ar-nomusi ig'ir dafsanda qilinayotgan bo'lsa-mo, dunyo qimmat qarshiga ovozini anglatolmadi. Shu vajidan o'zlari mang'alaydigan bir yo'l paydo qilishni o'ylashib qoldi. Bu yo'lda mangmasimo aqibatining o'lim bo'ldiganligini o'ylaganida ular jasoratlanib ketdi. Terror xuddi ko'z oldida qiziga yoki xonimiga bosqinchilik qilingan holatni ko'rganda, saqchi chaqirib beqishi, ondan bumi qarga kelmaganda bosqinchini o'zi pichoqlagan er kishiga o'xshaydi. Ba'zilar buni manfaatlarga asosan terror deb ataydi. Ba'zilar bo'lsa yo'lliq qo'g'dinish va yoki qarshilik ko'rsatish harakatlari deb qaraydi. Uzum intayin kuchlik bir kuch bilan ezilgandan keyin sharobga aylandi. Bug'doymi shundoq. Nihoyatda yo'g'on tugman tashlari bug'doy donchillarini rahimsizlarcha ezgandan keyin unga aylanadi. Uyg'urlarning hozirgi ahvoli sharob bozorlarining ehtiyojini qamdash uchun kapitalistlar tarafidan ezib, suyi chiqarilayotgan uzum suyiga yoki bug'doyning un qilinishiga o'xshaydi. Uyg'urlar sharob bo'lmay, uzum bo'laman, un bo'lmay, bug'doy petim qolaman deb tipirlamoqda. Uyg'urlarning bu jarayondagi qarshilik harakatlarini hargiz terrorlik harakat deb qarashga bo'lmaydi. Yana kelib o'z og'zimiz bilan Xitoy tonida. Uyg'urlarning azdir ko'pdir ichilib qolgan tosh etishlari xuddi o'zimning sharob bo'lmaslik uchun eziyotganning yuziga shaloqqida chachirishi, bug'doy donchisining tugman tishidan chachirab, azguchining peshonasiga tegishiga o'xshaydi. 2015-yil 7-yanvarda Fransiyadagi bir jurnal Muhammad payg'ambarning hajviy rasmlarini e'lon qilganda, bu masalani hal qilishga biz bak ahamiyat berayotgan dunyo qimmat qarshining kuchi yetmadi.
Qısqасы, bu мәселені hal qilishni xohlamadi. Ularning nazarda bu demokratiya edi. Musulmonlar buni o'zlariga ihonat deb qaradi. Natijada bu jurnal xizmat binosiga hujum qilib, xizmatchilarni o'ldirdi. Bu yerda boshqalarning qimmat qarashlariga hurmat qilinmayotdi. Demak, terror mana shunday paydo bo'ldi. Uyg'urlarni mushu asosda tahlil qilib baqsaq bo'ladi. O'rta Sharqdagi terrorlikni G'arb qimmat qarshi yoki dunyo qimmat qarshi tug'di. Aslida Bin Ladenni Afg'oniston urushida Rossiyaga qarshi Amerika paydo qilgan edi. Amerika bekadan-beka besib olgan Afg'oniston, Iroq, Suriya qatorliq davlatlardagi eng oliy maqsad neft uchun edi. G'arb qimmat qarshi neft oldida qimmatini yo'qotdi. Amerikada kuchlik armiya oldida bu davlat xalqlarining taqobil turg'idak armiyasi yo'q edi. Dal mushundoq chorsizlik oldida bu davlatlarning yoshirin qatlamlari terrorga homildor bo'ldi. Chunki millatlarning ar-nomusi dafsanda bo'layotdi. Bu yerda shuni tushunishimiz kerakki, siz va men terror deb qaraganni shu millatlar va xalqlar terror deb qaramasligi. Siz va men terrorchi deb qaraganni ular o'zlarining qahramoni deb qarashi mumkin. Masalan, Turkiya terrorchi deb e'lon qilgan O'jilanni Kurdlar bizning qahramonimiz deb qaraydi. Ruslar terrorchi degan Dordoyevni chechenlar qahramonimiz deb qaraydi. Shundaqla Xitoy terrorchi degan Dolqun Aysoni Uyg'urlar qahramonimiz deymiz. G'arb qimmat qarshi satangning nozik karashmasiga o'xshaydi. Bir narsa yo'g'on tashqi urilib, kukum talqon bo'lib ketganda, nima uchun bu o'zini tashqi urib, vayron bo'lish yo'lini tanladi? Buning dardi nima edi deganni ilgari surish. Ya'ni Xitoyni bu yerda yo'g'on tash demoqchiman. Ya'ni ko'nlar aytgandek tuxumni tashqi urmaslik, yana bir jihatdan tuxumning dardi bo'lmasa, o'zini tashqi uramdi degandek. Tashqi siyosatmo manfaatlar oldida qimmat qarashlarini chetga qayirib qo'yibdi. Masalan, Kanada konservativ partiyasi hokimiyat beshiga chiqqan mazgildagi bosh ministr Harper biz Kanada qimmat qarshini dollarga tegishmaymiz deb bayonot bergan va bu asosda Xitoy tashqi siyosati belgilangan edi. Keyingi qatim Justin Trudeau bu qimmat qarashlarni dastlab chaylavatdi. Kanadaning qimmat qarashlari Xitoy siyosatida bir bulingda qolib qoldi. Hozir Trump hokimiyatining Uyg'urlarga yordam qilishi hargiz Amerika qimmat qarshining ustunligidan emas, balki Xitoyga qarta yangi tashqi siyosat yurgizish jarayonida va savdo urushiga parallel holda kuzir bo'lib qolganligi uchun deb qarayman. Agar Amerika qimmat qarshining o'chirtini kutadigan bo'lsak, biz bu o'chiratda orqadan sanaganda birinchi o'rinda bo'latdiq deb qarayman. Agar dunyo qimmat qarshining pichig'i keskin kesadigan bo'lsa, hozirga qadar BDT va Yevropa Birligi Uyg'ur masalasida sukut turmagan bo'ladi. Mana shundaq yo'chiqlar terrorning bixlanishiga yo'l ochadi. Mushundaq yo'chiqlar tufaylidan kishilar o'z armiyasini qurish halakchiligiga o'tadi. Bu boshqalar tarafidan terror deb qaralishi mumkin, ammo shu millatlar uchun o'zini qo'g'dash deb ataladi.
Dünya qimmat qarşının pichig'i kesken vaqtda nazik Hitler qirg'inchiligi allaqachon 6 million Yahudini o'ldirib bo'lgan edi. Aradan 70 yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa-mu, yanala dünya qimmat qarşının pichig'i gal turvatidi. Bu pichoq keskinlashkicha yana qanchalik Uyg'ur o'lab tugar? Қазақ ата-ана bilan Xitoy yigitga to'y qilmoqchi bo'lgan qozoq qizining o'zaro dialogi aks ettirilgan bu epizod manfaat oldida qimmatni yo'qotib qo'yayotgan dunyo adolatining qorong'u taraflarini nihoyat ustalik bilan ifodalab bergan bir sahna asardir. Shuni aniq tunib yetishimiz kerakki, Uyg'urlarda terror mavjud emas. Shundaqla terrorlik qilg'udak kuchimi yo'q. Qag'imo qora balasini hargiz qora balam demaydi. Shundaqla biz terrorchi balam demagan ahvol ostida dunyomi bizni terror bilan bog'lay olmaydiganligiga ishonchim komil. Men millatimning har holini bak yaxshi ko'raman. Hech bo'lmasa shulardak o'ylashga tirishaman. Bu chaqchaq yoki quruq shuar emas. Tugidi. 2019 yil 18 sentabr